Aytishlaricha, insonning hayoti uning ilk nafasidan boshlanar ekan. Ammo mening hayotim boshlanganida nafasim go'yo to'xtab qolgandek edi. Ko'p yillar muqaddam meni nafas olishdan to'xtatgan va yangi hayot bag'ishlagan o'sha munis lahza hamon yodimda. Hayotim o'sha ondan boshlandi. Dadam bilan Mumbayga keldik. Balkeshvardagi dang'illama hovli yoniga yaqinlashdik. Uy sohibi otamni Junagardan chaqirtirgandi. 3000 rupiyalik maosh va haydovchilik qilishidan suyungan dadam onam va meni ham olib kelgandi. Bu yerga kelgach, bechora ota-onam hayratdan lol qolishgandi. Biroz cho'chishdi, lekin men qo'rqmadim. Balki 9 yoshli bola kattalar ko'ra olgan farqni ko'rmas, balki qo'rquv nimaligini bilmas. O'sha paytda bu xonadon o'z uyimizdek bo'lib ketishini bilmagandik. Dadam xursand edi. U qishloqdan shaharga o'z hayotini o'zgartirish uchun kelgandi. Biroq mening hayotim o'zgarib ketdi. O'sha munis lahza hamon yodimda. Nafasim to'xtab qolgandi go'yo. Shu ondan mening yangi hayotim boshlandi. Birinchi marta o'zimni noqulay sezdim. Birinchi bor xijolat tortdim. Go'yo men hech kimman. U esa borlig'imga aylandi. Shu onga qadar bo'lgan hayotim xotiramdan o'chib ketgandi. Xayolimni faqat va faqat u egalladi. Bugun ham faqat sen uchun yashayapman.